Xullas bir narsa esimga tushib ketdi. O'sha Arturda Merlin degan menimcha sehrgar do'sti borligi menimcha ko'pchilik bilsa kerak. To'g'rimi? Menimcha ko'pchilik biladi. Xullas o'sha Merlinda u bir o'zini bir xizmatkori bor ekanda. Xizmatkor jin ekan. Bunaqa bir jin ekan, chiroqni ishqalasa chiqar ekan u. Choy qo'yib Merlinga xizmat qilar ekan. Burka Artur kelibdi Merlin uyiga mehmon bo'lib. Merlinga aytibdi: choy qo'y, bir o'tiraylik, dam olaylik" debdi. Merlin aytibdi: dedi, men choy qo'ymayman" debdi. Choyni kim qo'yadi masa debdi. Choyni meni deydi xizmatkorim qo'yadi. "Voy, sen xizmatkoring bormi?" debdi Artur. Merlin aytibdi: "Ha, xizmatkorim bor" debdi. "Qani ko'rsiz qani" desa, qo'ltig'ida edim, chiroq chiqartdi-da, ishqalabdi, ichidan jin chiqdi-yu, borib choy damlab beryapti deymish. Keyin Artur juda ham qiziq qolibdi. Debdi, bu jin Qo'rqib bu jin xizmatingda bo'lsa, istalgan xohishlaringni, istalgan tilaklaring bajarayotgan jin-ku bu debdi-da. Keyin Merlinga aytibdi: "Merlin" debdi. "Shu jinni menga sotmasang bo'lmaydi" debdi. "Men senga bir qop tilla beraman" debdi. Bir qop tilla bo'lmaydi Artur, yo'q, qo'ysang-chi. Bu qimmat narsa bu bir qop tilla. 2 qop beraman, undan ko'p bermayman deb. Mayli, qo'ymading. Mayli, olsang ol. Senga shu chiroq men senga. Jinga aytibdi: "Sen bugundan boshlab Arturga xizmat qilasan", xo'pmi debdi. "Bo'pti" debdi. Chiroq jin yana o'sha chiroqni chaqiribdi-yu. Artur xursand bo'lib uyga qaytyapti ekan, uyga olib kelibdi keyin chiroqni. Chiroqni ishqalagan ichidan chiqdi: "Amringizga muntazirman. Qanaqa menga buyruqlar berasiz" desa aytibdi Artur. "Menga" debdi, "shunaqa bir nima yaratki" debdi. "Xazina yaratki" debdi. "Ichida xazinalar umuman tugamasin. Umuman ichidan tilla tugamasin" deb shunaqa tilak bildirdi ekan. Keyin jin aytibdi: "Kechirasiz" debdi. "Men" debdi, "faqatgina choy damlashni bilaman" debdi ekanda.